qani payting nima beray maroshnami yo mashinani olishga olsan otangdan yo urib bola bormi deyman hozirgi yoshlarga ham tushunib bo'lmaydi-da. Atyorka qayerga yuradi bu darmayiblar tushunmayman ha. Assalomu alaykum boyota, xush kelibsiz. Va alaykum salom. Furik ustosanmi? Ha, men. Ma. Moshini karburatoriga qarab mo'ylarni almashtirib qo'y. Haymi? Xo'p. Ertaga olib ketaman. Farosatingga urray. Na muomala bor, na madaniyat bor. Qo'y. Shevana. Sigma boy, все девчонки танцевать хочет с тобой. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Moshincha taq bo'ldimi? Ukajonim, endi ishlar ko'payib ketdi, nasib bo'lsa 1-2 daqiqa beramiz, xo'p? Pulingni olyapsanmi taqla? Ukajonim, kattalar bilan gaplashayotganda o'ylab gapirish kerak. Mana til besuyak deydi. Ko'p asamni o'ynama, taqlab beraman o'zim. Menga qara, bo'lmasa ish pishing yig'ishtir. Qani bu yerda hurmat, qani izzat? Labaytat uchun Bolajonlarim, mana filik bashara haddidan oshdi. Hurmat, izzat saqlagan holda tartib qoidalar uchun turibamiz. Tuvar, o'tamga gapirdingmi? Sabla, hali boshqacha gaplashaman. O, menga qara, Kazyol, sen bilan любое время, любой soat gaplashaman. Turiq qalbiyapti? Hey. Labaytat uchun meni chaqirdingizmi? Oy, soat o'g'lim, vechna kechga qolasan-da. Sal qoldi, dadajonni urib ketaydi. Yaxshi ham hurmat izzat bor. O'g'illarim mujik, o'g'illarim kurtoy, ketdik. rohatni qilsam moshnami Bolajonlarim, hurmat, izzat. Yaqin soatlarda ketib qolsam kerak. Sizlarga bir muhim gapim bor. Hurmatjon o'g'lim, senga garajda vasiyat qilib qoldiraman. Iltimos sendan odamlarning moshinini yaxshilab o'shqatib, halol pokiza ishla. Xo'p, yoqda gap eshitib yurmay yana, xo'p. Xo'p, dada. Malades o'g'lim, Izzatjon, senga to'rxonali kvartirani qoldiraman. Sendan faqat iltimos, unoqon xonaga bormagani, xo'p. Dadajon, bizga sizda ishtimi kerak emas, faqat soppa-sog' bo'lsangiz bo'ldi. Yo'q, mana ura to'xtada. Qanaqa bachaqlar? Ishtima kerak emas, ishtima kerak emas. G'ayratli bachalarga o'shqarib, meros ustida talashib, bir-biringni go'shingni yeb, urib, g'ajib tashamaysanmi bir-biringni? Keyin xotinlaringni giji-gijlab, yana bir oyingni yuz ko'rmas qolsa bo'lmaydimi? Keyin ko'chada ko'rishgan payt, "Ibi akam ekan, ibi ukam ekan" deb yuraklaring og'risa bo'lmaydimi? Shunaqa tarbiya berganmanmi? Dada, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi-ku. Malades. Короче, o'lyapman. Dadamiz ketib qoldimi? Yo'q, bani, soat o'g'lim o'lyapman. Vechna kechgasan-da, senga bir nima qoldirmam bo'lmaydi. Ketyapman, katta inaylikka ketyapman. Tushundingmi? Ketma. А ты как желтый лист увянешь, и с первым ветром улетишь. Assalom. Anajon, ming bora uzr sizni bezovta qilganim uchun. Mana bu oyoqchalaringiz bilan bizni ustaxonaga borib, oyog'ingizni moyqamang deb mashinchangizni olib keldik. Aytgancha, mashinchangizni motoridan kirib, gulishtirdan chiqib qo'ydik. Rahmat. Sizdek mehribon ustani ko'rmaganman. Charchagandirsiz? Balki bir piyola choy ichib ketasiz. Mana odob, mana axloq, etikani qarang, estetikani qarang. Hurmat, izzat ham joyida. Labaydan. Bu to'g'ridan nima qilyapsan odam? Mana. Uzra. Yotdi vayrat olma qopini, birovni uyida nima qilyapsanlar? Dadajon, apani mashinada vaji dokumenti qoldi, o'shani olib keldik-da. Yaxshilik qilgan yaxshi. Lekin 3 kundan beri mana 16 ning egasi gijiktirib taqlab bering deb o'tiribdi. Soatga qara. Dadajon, bo'lyapman, mana shu yerdaman. Champion League. Inter. Barcelona. Nimada problema bo'lishi mumkin? Karburatordanmi deyman? Biz panayotganmiz, Sparkda qaydan karburator bo'ladi? Bo'lmasa bu kerak emas-da. Hurmat, mo'y tekshir qani? Hey, ko'p gapirma. 3 oydan beri bitta Spark qo'shdi deyapsan. Deysizmi? O'zi telefon kavlamaylar, biz panayotga bo'lasizlar deydi. Kuni bo'yi telefon kavlagan. Ko'p gapirma, Izzat. Chiqar katta. Dada, o'zi nima ko'ryapsiz? Bizlarga ham ko'rsating. Dada, muncha qiziqib ko'ryapsiz? O'g'lim, g'ayrat qara, undan ko'ra haq bersa bo'lmaymi?
Balasini butun tantana, Malibu, Salibu o'yinchoqlar qilib Rabbimni olib chiqibdi. Shuni internetga jo'rayapti, Instagramga. O'lik. Dada, bizani qanday olib chiqqansiz Rodondan? Ey o'g'lim, sizlarda Gidita 1994-yillar. Yo'q, точно 96-yil butun Raddonni o'zimga qaratib, qop-qora Mercedes keldim. Hamma hayratda, rais buvam keldimi? Yo'q, bu men Furik motorist edim. Tak stop. O'sha payt Mercedes Benz'siz bor edimi? Durak, bu hamsiyamiz urug' ekaniki. Shunday lotkadan tushib, kassiya soatimga qaradim. Xayriyat, ulguribman. Xursand bo'lib ketayotganimda hamshira 90ni tabriklaymiz. Egizak farzandlar muborak bo'lsin dedi. Tak stop. Tushunmadim. Biz nima Toshkentda tug'ilganmiz? O dabba hamshira Qarnovdandi. Shunda men hozir 1 daqiqa kelaman dedim. Hamshira hayron, bu dabba qayerga ketdi? Lekin men Smart Life'ga tashrif buyurdim. Smart Life'da 6 oydan 8 oygacha bitta pasport evaziga bo'lib to'lashga iPhone xarid qilsa bo'lar ekan. Lekin men pas ketmay, bobochalarni shatar sanab 2 ta iPhone oldim. Sog' mushuk, omon mushuk. Va xursandchilik ostida hamshiraga iPhone 15 Pro Max natural titandan sovg'a qildim. Shunda hamshira xursand. Rahmat To'solib, men bundaqasini ishlatmaganman dedi. Va bo'lajak hurmat izzatni olib, inangga xafa bo'lmasin deb iPhone 16 Pro Max biset rangidan sovg'a. Tak stop. 96-yil nafaqa Smart Life. Steve Jobs xayolga ham iPhone kelmagan-ku. Menga qara, pulini olganingdan keyin o'sha payt Smart Life ham bo'lardi, iPhone ham bo'lardi. Qisib eshit oxirigacha, tushundingmi? Va do'stlarimga haq berishga ketayotganimda, Dada, men qayerda edim o'sha payt? "Yo, bani soat o'g'lim, o'shanda hamshira 90 to'xtang, qayerga ketyapsiz? 3-o'g'lingizdan chiqibdi-ku" dedi. Va bir necha soatlarga kech qolganing uchun seni ismingni Soat deb qo'ydik. Va biz baxtli antiqa oilamiz.